Sohol hisobidan yana bitta xonadon o'ynatsin bu yoqda. 950. Keling qo'lingiz ko'tarib keling xursand bo'lib, qarsanglar bo'lsin. Ochilishimiz munosabati bilan bir xonali ta'mirlangan uyni berdik. O'z ko'zlaringiz bilan ko'ringizlar, Milliy gvardiya xodimiga va to'satdan Zuhal Group kompaniyasining rahbari yana bitta uyni qo'yinglar, xalq uchun juda ham xursand bo'ldim deganlar uchun ikkinchi uyni ham qo'ydik, g'olibini aniqladik va bu g'olibni shaxsan o'zi uyga kelganmiz. Keling sharoitlarni o'rganaylik. Qani haqiqatan nima gaplar bo'lyapti? To'xtamisham mana shu bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Kirsa maylimi? Assalomu alaykum. Hozir operatorning mikrofonni bering. Rahmat. Aka, bitta ikkita savolim bor edi. O'zi yaxshimisiz? Bolalar shu yerda ekan-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salonlarga mehmon bo'lib kelyapmiz. Aka, sizni tabriklayman. Bizning loyihadan sovrin chiqibdi. Biz xursand bo'ldik. Shunga biz Qorasuvga kelganmiz. Sizni adresingizni aniqlab, qayerda yashar ekansizlar, qayerda turar ekansizlar. Bu yerda yashaysizlarmi aka? Bizlar Qorasuvga yashaymiz. Shu ijaraga o'tirib. Ha, bu yerda ijara turar ekansizlar. Operator akram olib keling. Aka, sizlarni tabriklayman. Bizlardan Zuhal Group kompaniyasidan sovrin sizlarga chiqibdi. O'zi siz kompaniyamizga nima maqsadda uy olish uchunmi yo sog'ib yutish uchun kelganmi deysiz? Yo'q. Endi men sizga o'zi aytsam, shu sizlarni kompaniyangizni kuzatib borar edim Instagram, Telegramlarga. Shunaqa men oylik to'g'ri kelsa, vazmo'shini to'g'ri kelsa olaman deb borgan edim. Allohga beadab shukr, ha, mana jeton berdilar u yoqqa. Taqdir qilgan ekan. Bizga chiqdi. Haqiqatan aka, o'zi bitta o'yin qo'ygandik. Taqdirni qarang, rahbariyatdan yana ikkinchi o'yin degan, ikkinchisi sizga chiqibdi. Biz xursand bo'ldik. Keyin farzandlaringiz ikkita bor ekan. Farzandim ikkita. Iltimosimiz bor desam ham bo'ladi. Sizlarga bitta surprizimiz bor. Xo'p. Buning uchun bizlar bilan ofisga borishingiz kerak. Xo'p. Agar hozir haydaysiz, hozir ofisda bizlar bilan bo'linglar. Bitta cho'l surprizimiz sizlar uchun bor. Bo'ladimi? Rahmat. Davay, kelinglar, bitta borib kelaylik. Xo'p. Rahmat. Hozir kelib nima? Bo'ldi. Aka, men tashqi kutib turaman. Xo'p. Rahmat sizlarga. Aka, bizning sizga surprizimiz bor degandik. Mana shu surprizni hozir aytmoqchiman. Komandamiz bilan Zuhal Group kompaniyasidan hammamiz bitta qarorga qabul qilib, sizni oilangiz katta, oilangiz juda ham katta bo'lgani uchun sizlarga ikki xonali ta'mirlangan uyni berishga qaror qildik. Mana shu hajamizni qabul qiling, biz xursand bo'lardik. Rahmat shu firma asoschi guruhlarga, kattakonlarga o'zi bir xonalar chiqqaniga bu surpriz bo'lyapti kattakon. Gapi o'zi bir xonali edi, ikki xonali qildik. Sababi bolalaringiz ham katta-katta ekan. Biz ham niyat qilib qilyapmiz hammasini. Shu hadyamizni, shu kompaniyamizni hadyasini qabul qiling. Inshaalloh mana shu berilayotgan xonadonlarga to'y tomosha bo'lsin, xursandchilik bo'lsin, hammaga nasib qilsin. Endi yuring shartnomani qilamiz. Azizlar, mana o'sha surprizimiz. Ikki xonali ta'mirlangan uyni kompaniya nomidan do'stimizga Dalirjonga tabriklar beramiz. Aka, muborak bo'lsin, qulluq bo'lsin xonadonlar. Mana shu hadyamizni kompaniyamiz tomonidan qabul qilasiz degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Oilangiz bilan mazza qilib, to'y tomosha xursandchiliklar bo'lsin. Rahmat. Kompaniya guruhlariga kattakon rahmat. Shu xodimlarga minnatdormiz. Shu nimaga, xizmatlariga yana bir marta kattakon rahmat sizlarga. Hammasi rost ekanmi? Hammasi rost, kelinglar. Shartnoma qilinglar, hammasi haqiqat. Hammasi haqiqat. Bizlar niyat qilgandik, katta o'ylarga mana niyatimizga erishdik. Endi bizlar kompaniyamiz ishni boshladi. Siz xonadonlarimizning kuchini, bizani loyihamizni qanchalik zo'rligini davomiy videolarimizda ko'rib borasiz. Biz endi yo'lni birinchi bizlardan uy yutganlarni uyiga boramiz. Sizlarga kattakon rahmat, uylar qulluq bo'lsin. Kattakon rahmat.